Bu videoda praktika o'yinlarda sovg'a yutasan, challenge bo'ladi. Bizda 5 ta raund va 5 xil o'yin bo'ladi. Va har bir raundda biz galma-galdan o'yinda yutishga harakat qilamiz. Agarda yutsak, biz o'sha o'yindagi sovg'ani, ya'ni o'yinchoq yutamiz. Agarda yutqizsak, o'yinchoq yutolmaymiz. Va videoning oxirida kim ko'p o'yinchoq yig'sa, o'sha yutadi. Bilaman, bitta o'zim bilan bu videoda zirkali bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu videoda menga raqib Zafar aka bo'ladi. What's up? Bo'lmasam boshlaydi. Bilaman, o'rtoqlar orada men YouTube'da yo'q qoldim, ya'ni videolar ancha kamayib ketdi. Ana endi videolarni ko'paydi, no sizlarga bitta iltimosim bor. U ham bo'lsa har doimgidek obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki men oldimda yana bir maqsadim bor va u ham bo'lsa 800 ming obunachi va 800 ming obunachiga yetishim juda ham kam qoldi. Shuning uchun davayki sam o'zingizsiz qo'shib obuna bo'lib qo'ying va agarda obuna bo'lgan bo'lsangiz, bo'lmasa video boshladi. Birinchi raund. Bizda birinchi raund va birinchi o'yin. Bizda 3 ta ko'pto'dan bo'ladi va biz mana shu 3 ta ko'pto'ni otgan holda, ya'ni 3 ta shansdan foydalangan holda mana shu terilgan konserva bankalarni urib tushirishimiz kerak va agar hammasini urib tushirsa, bizda sovg'a bor. Ya'ni bal. Ya birinchilik kim otishga shoshmang. Yetta. Donziki. 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 Yaxshi, yaxshi. Ket. Hozir Omonxondan master-klass ko'ramiz. Ketdi, davay. Yo'q, mana shu ko'rmaysiz. Davay, davay. Voy! Yaxshi. Yaxshi. Manga. Bitta qoldi. Bitta qoldi, davay. Sekin. Davay, tushirolmasin tez. Voy, bo'pti, yaqin keldi. Da. Bile, tak alam qildi ekan. Alamli ham xursandli bo'ldi menga to'g'risi. Davay, ya'ni sizga. Ikkita qoldi. Birinchisini. Yaxshi. Normal. Mana qotsam bo'lmaydimi? Yo'q. Bittadan bonus beringlar, iltimos. Rostdan berishdi. Ana, zo'r. Davay, oting. Sizga ikkita, menda bitta qoldi. Xo'p. Ana bizga bittadan bonus berishdi va undan foydalanishimiz kerak. Sekingina. Bo'ldi. Mana ikkitami? Yaqin kelyapti, agar uzoq kelib turgan holda bo'lsa mayli. Bayt, sizga alizmada. Qaytib tegish mumkin edi, no hamayli. Demak, birinchi o'yinda biz cho'l yuta olmadik. Yana bitta bonus. Ikkinchi raund. Bo'lmasa bizda ikkinchi o'yin va bu o'yinda qarshi qoidani tushuntiraman. No, mana sizlar buni bilsangiz kerak. Ko'rib turganingizdek 10 ta tayoqcha bor va o'yin boshlagandan keyin bular xohlimati har xil joydan tushadi. Va biz bu 10 tadan 6tasini ushlab qolsak, da, Pikachu o'choqni yutamiz. No, da, yutish kerak. Kimdir boshlashganmi? Donziki. Va nihoyat endi. Davay. No, men uchun 100% men yutaman. Ketdi. Bitta. Voy. Uchta. Yo'q, uchta. Lekin yomon qiynagan, tez ekan. Men kutgandan ancha tez ekan. Da, sekinroq deb o'yladim. Qanchalik daqiqalar va endi men navbatimni o'ylashim uchun hatta nechta ushlashsiz? Da. Hatta sizdan ko'p ushlayman. Ketdimi? Davay. 3, 2, 1. Au! Yonma. Yo'q, bilib tashlamadim. Buna qaraman, bu yerdan tushyapti. Bitta ikkita tomondan tushyapti-da. Yerga qo'yib qo'yishdi. Hop, mana ikkinchi raundda ham bizda do'stlik g'alaba ko'rsatdi. Chunki hali hech narsa yutganimiz yo'q. No, hali oldinda 3 ta raund bor. 3 ta o'yinchoq yutish niyat qiluvdik o'zi, qancha bitta ham kattagan. Вообще qiyin ekan to'g'risi. Da. Sabna osonroq joyga boraylik. Uchinchi raund. Siz ko'p tushash bilasizmi? Da. Va ana yana 3-chi o'yinga va bu o'yin basketbol. Va bu yerda qoida juda ham oddiy. Tepada savatcha bor. O'sha savatchaga biz mana shu basketbolni to'pini otib tushirishimiz kerak. Bitta tushirsak ham kichkina sovg'a bor ekan. No, 3 ta urinishdan agar 3 ta tushirsak, prям katta sovg'a bor ekan. Qancha bitta tushirishimiz kerak? Bilet maq bo'lsa sovg'a yutishimiz kerak. Aytadi bu challenge. No, barcha omadimiz kelyapti. Sovg'a bo'ladi. O'zi bizda yo'q. Yo nima? No, xuddi payt qarang. Biz hozir motivasiya tushib qoldik. Hozir logichni o'qiganda motiv tushgan paytda podдержка qilish kerak, obunachilik. Ha. Shuning uchun nima qilish kerak? Obuna bo'lish kerak. Obuna. Da, like ham bosib qo'ying. Obuna, baribir obuna kerak. Men maktabda Michael Jordan deb chaqirishgan. O'sha oyoq kiyim men bo'lganman. Oq Michael Jordan. No, da, kim birinchi bo'lib otishadi, Donuzga qilamiz. Donzik. Yes. Qaysi biriga tushsam ekan? Qani, hozir ichana hayajon ma'lummi? Yo'q, cho'tki hammasi zo'r. No, davayt, bo'lmasa birinchi urishlari va oting aka. Boshim minimal lekin. Yaxshi. Davay, yaqin. Oh, lekin ikkilovida ham tegdi. Oxirgisi, qani bismillahirrohmanirrohim. Davay, aka. Da, bu ketdi. Olib keting, sen. Xo'p, ana endi men navbatim. Men o'ylashim bo'yicha
tushira olmayman. Boz ani men navbatim va o'ylashim o'chib tushadi. Davay. Bela. Orqamachasimi? Har tushira olmayman. Davay. Shu! Yapti boz qo'shyapsiz. Bizga qolmadi. Bitta. O, bitta boz. Yana bonus. Lekin orqamasiga otib tushirishim mumkin edi. Bela. Ketdi. Va Lekin uchilovdi ham setga yetadi. ya orqasiga otib ko'raman, u eshik bir marta lekin hali uf bo'lgani yo'q. Tushdi. Ne zato chiroyli orqamachasiga otdim va tushi ozgina qoldi. Da, men ham chiroyli ichiga tekkizib berdim. Tushmagan bo'lsa ham o'zi yutsa bo'larmikin? Nimadir? Bilmadim. No, da partiyaga o'ynay yetish qiyin. No, davayt qarang, hozir bu videoda nima bo'ladi to'g'risi bilmayman-ku. No, agarda mana shu videoda qancha bir 30 mingta like yig'sa, biz yana Qaytadan kelib, nafaqat ikkalamiz, balki yana boshqa ham ko'plab blogerlarni chaqirib turib, da, turli ko'rsa bo'ladi. Ko'proq chempionat bo'ladi. Da. Biz boshliq bo'lamiz u payt. No, agar sizlar shunaqa video xohlasanglar, davayt like bosinglar, 30 mingta like va biz shu proyekt ustida ishlaymiz. 4-raund. Mana endi nima 4-o'yinga va bu o'yinda biz o'ynaymiz, hisob o'tamiz. Nima qilsak ham yutamiz botni, agar faqat tushirsak, hozir shartlarni tushuntiramiz. Mana bunaqa biz do'stga bor ekan va biz ko'pto'g'i bunga otamiz va botni xohlagan rangga tushirsa, biz sog'itishimiz kerak ekan. Agargina qora joyga tushsa, biz sog'itmas ekanmiz. No, o'ylashim bo'yicha qoidalar hamma tushunda va bo'lmasa deydi, kim bilib tushsin, do'nimizni deb aniqlaymiz. Don. Deydi, o'zingiz. Qarang, bu juda ham oson ekan lekin. Yo'q, bo'pti. Ketdi, saroga tushsam kattaroq o'yinchi, ha? Wow, zato qizil. Kichkina? Zato bor o'yinchi. Zato o'yinchi bor-da, Yana turmush. Davay, uka. Amal, sariq azgina qoldi, sariq azgina qoldi. Ha, zato ikkita o'yinchi bormi? Rangi har xil bo'lish kerakmi? Bo'ldi tugadimi? Ha, shunda ikkita kichkina o'yinchi yutdimmi? Ya bitta. Ha, qancha o'yinchi bor? Da, hatto o'sha 4-raundga kelib biz nimadir yutdik. No, bolani qarang. Tabriklaymiz. Hozir omonxon podpishchilarning oldida qani chiroylidimikin yoki yo'qmi? Og'zim ishlatdimi? Iltimos, bola teshina. Iltimos, so'ngga qolaylik. Va ani men navbatdan o'ylashim o'tishni olayman. Sekinroq oting, boyagi men qilgan plan qilsangiz yaxshiroq bo'ladi. Bilagashi. Qiyin. Men adashib tushirdim. Vo. Qanaqasiz tushdingiz? Aytdim-ku, slishkim sekin. Men oqqa poyilishdi. Bor kuchingiz bilan yo'lga otingda, o'tdan tushib bu yo'lga kelishim mumkin. Endi bilmadim, men o'zim qilmadim. Endi keldi xayolimga. Davay. Короче, farqi yo'q. Da, demak shuni ish olib olmadimmi? Yo'q. Zato sizda bor. Menga berasizmi? Yo'q. Vallahi, bu yoqqa o'taylik, vallahi bu yoqqa o'taylik. Oh, mana bizda mana fast stretch bo'ldi, Magic City'ning o'rtasida ko'rishingiz mumkin. Hozir omonxonni talab tashyapti. Davay. Timirlik qilaman. Da, bo'ladi. Bo'ldimi? Men omonxon telix bo'laman, bo'ldi, mumkin emas, ketdi. Mumkin emas. Ket. Ko'rib turganlar o'rtoqlar, mana omonda kelmayapti va Zafar akada o'sha o'yinchoqlar bor. Menda yo'q. O'yinchoq bor. No da hali shans bor, yana oxirgi raund nimadir yutishim mumkin. No, real match tushib qoldi. Shuning uchun ham men pointlarga ko'rmoqchiman. No da, bilyapti. Bo'ldi, motivatsiyani oshiramiz. Ko'ramiz kak. U keyingi safarga ham boshqa qilamiz. No, kak bundan yana boshqa praktikada bunaqa o'yinlar juda ham ko'p va bundan ham qiyinroq o'yinlarga ham borib, boshqa blogerlar bilan ham o'ynaymiz. Va qani kim ko'proq o'ynar ekan. No, agarda shunaqa chiqsa xohlasanglar, albatta like bosib qo'yinglar. Obuna ham bo'linglar. 5-raund. Va endi nima 5-raund va 5-raund deb o'yinimiz ham bunaqa bo'ladi. Va bu yerda bizga 5 ta otilgan narsa beriladi. Va shu 5 tadan agar biz 5 tadan tushirsa bizga o'yinchoq bor ekan. No, daydi bunu surnib ko'ramiz va kimchi boshlash. Don ziki. Vay, mamma. Bu qamaydi. O'ylashim bo'yicha hatto bu shot hisob ekan. Davay, biz sizga ishonamiz. O'zbekiston kerak ekan. Sizga. Xullas bo'lmasam boshladik va birinchi marta otaman mana 5 ta o'q qo'limda. No, shu uchun men oldin umuman otmaganman. Birinchi marta otishim. Da. Bo'ldi o'sha. Bilat. Va shu omad savdam ekan. Bilat, qamaydi, davay. Salom alaykum. Uchinchi shotga qilamadim. Qamaydi, anaqa olsam. No, da bo'ldi. O bitta qizdan. Bitta, молодец. Hatta bir shar beringlar. Da, shar. Rahmat. Yorganingiz uchun. Kiyimizga emas ekan. Da. Ana endi aka-ukaning navbatlari. Davay. Bir bor. Boshlandi. Da, birgamiz aka. Birgamiz. Davay.
Yaxshi, zато mana Qancha ikkita. Da, aytib bo'lgan tashlab bering. Demak, hozir 5 ta raunddan keyin sizda bitta podarka bor, ya'ni bir ochko bor. Bir ochko. Menda podarka yo'q, no shar bor. Da, qancha bitta shar bor. No shunaqa. Da, no to'g'ri, videoda sal omadimiz kelmadi, lekin xudo xolisa 30 mingtamidi? Qancha Da, 30 mingta like. 30 mingta likedan keyin biz ikkinchi shartini olamiz va blogerlarni o'ynatamiz. Qani Da, ko'ramiz. bloger ham bo'ladi va вообще boshqa joyda ham bo'ladi va shu uchun ham boshqa o'yinlar va boshqa qiziqarli narsa bo'ladi. No, aniq unda prям pakdagi hamma sovg'alarni yutib olamiz. Shunaqa. Hozir motivatsiyamiz tushib ketdi, shuning uchun sizlar like bosinglar va albatta obuna ham bo'lib qo'yinglar. Chunki yil oxirigacha 800 ming bo'lishimiz kerak. Davay. Bu o'zim har doimgidek men o'tishdan qiziqarli turibdi va bu uyda ham sizlarga yoqishini ishonaman.